usti ketmagan, lekin o'zini poygachi deb hisoblaydigan qo'sh tirnoq ichidagi haydovchilar bugun e'tibor markazida. Qalampir.uz nashrining xabar berishicha, 13 yoshli voyaga yetmagan bolaga avtomobilni topshirib qo'ygan ota jarimaga tortildi. Bizni bir narsa o'ylantiradi. Qanday qilib hali voyaga yetmagan shaxsga avtomashinani ishonib topshirish mumkin? Sizningcha 16 yoshga to'lgan shaxslarga guvohnoma berilishi kerakmi? Berilishi kerak deb o'ylayman meni fikrim. Menimcha yo'q. 16 yosh ham hali yoshli-da. Kattaroq yoshda shu hujjat olgan yaxshi bo'lgan. Maktabga ham avtomobilda kelishni xohlaysizmi? Nega? Yo'lim ham sal qisqaroq bo'ladi, keyin o'rtoqlarim ozgina. Ha, demak o'rtoqlaringizga maqtanasiz, to'g'rimi? Mashinam bor deb. Sizningcha to'g'rimi shu ish? Yo'q, albatta to'g'ri emas. Hozir chunki mashina hamma tez yuribdi baribir, bir bo'lmaydi deb shuning uchun. O'zingiz 14 yoshingizda o'rganibsiz. Demak 16 yoshga 14 yoshda dadamni oldimda dadam o'tirganda mumkin endi qoidalarni bilsangiz. Mumkin. Lekin haydovchilik guvohnomasi necha yoshda beriladi? 18. Nega mumkin deyapsiz? O'zingiz uchun endi kerak bo'ladi. Ota-onangiz ruxsat berib qo'yishgan, demak 7-sak. Xabarligi yo'q. Demak, yashirincha olib chiqib ketgansiz. Menimcha yo'q. Nega? Chunki 16 yoshga to'lgan odam bo'lsa ham 18-21 yoshga to'lmagan o'quvchilar yo'lda tezlikda o'tib ketishadi, keyin esa yo'l harakati qoidalariga rioya qilishmaydi, o'sha uchun yo'q. Qo'liga dokument olsa, prava, undaki to'g'ri deb bilaman men. 21 da bersa undan ham yaxshi bo'ladi. 18 ham yosh lekin. O'zingiz ham maktab davringizda mashina haydab borganmisiz maktabga? Juda ko'p bo'lgan unaqa holatlar. Ota-onangiz topshirib qo'yishganmi, men haydadim. Ya endi baribir bekitib shunaqa ishlar bo'ladi. Ota-ona o'zim o'z boshimchalik qilib shunaqa ish qilgan. Svetoforda turgan mashinani borib urganman, to'g'rimiz ishlamay qolgan. Hozirgi kunda ko'plab transport hodisalari voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilyapti va biz aniqlashimizcha, ularning ko'pchiligi ota-onasining ruxsatisiz mashina ijaraga olishgan. Eng qizig'i, nega ijara beruvchilar voyaga yetmaganlarga berishyapti? Hozir biz telefon qilib gaplashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashina ijaraga olmoqchi edik, to'g'ri tushdikmi? Ha, to'g'ri tushdik. Qanaqa hujjatlar kerak? Prava, pasport. Prava bo'lmasa ham bera olmaysizlarmi? Men 16 daman, 16 yoshda. O'zingizmi? Ha, o'zimga, qizlar bilan-da. Pasport iskashingiz. Mashina ijaraga olmoqchi edik, to'g'ri tushdikmi? Ha, shunaqa to'g'ri tushdinglar. Nechaman? Maliki voyaga yetmaganman, hali haydovchilik guvohnomam yo'q. Shunda, lekin haydashni bilaman mashinani. Haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? Yo'q dedi, shu bera olasizlarmi? Bo'ladimi? Pasportingiz bormi yoningizda? Bor, pasportim. Iloji bor, opajon mashina olishi. Kelavering, chal qilamiz. Sizlar bilan birgalikda eshitdik va guvohi bo'ldik. Haqiqatan ham ijarachilar tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga avtomobil berilar ekan. Qahramon aka, sizningcha nega ko'pchilik davlatlarda voyaga yetmaganlarni avtomobil haydashiga ruxsat berilmaydi? So'nggi paytlarda o'z ham ijtimoiy tarmoqlarda yoki ko'rib kuzatishingiz mumkin, ayrim maktab o'quvchilarining 10-sinf, 11-sinf yoki 9-sinf o'quvchilar tomonidan mashina boshqa soatlar ham bo'lmoqda. Ayrim holatlarda ayanchli oqibat bilan tugamoqda. Bunga o'zi sabab ko'rishingiz mumkin. Ota-onani vazifasi ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab berilgan. Farzandlarni voyaga yetgunga qadar nazorat qilishlari kerak har tomondan. Ayrim hollarda haqiqatda shunday holat ham poytaxtimizda sodir bo'lgan, Uchtepa tumanida. Ya'ni ona Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 raqamli qo'ng'iroq qilib, mashinam o'g'irlangan, olib qochildi deb xabar bermoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining tegishli mas'ullar tomonidan voqea joyiga chiqib, o'rganishlar olib borgan vaqtda, kuzatuv kamerasi orqali ko'rilgan vaqtda, demak, farzandi maktab o'quvchisi tomonidan mashina boshqarib maktabga borganligi ma'lum bo'ldi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, ota-onalarga ham O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 47-moddasi bilan javobgarlik borligini eslatib qo'yamiz. Ya'ni ba'zi hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravar miqdorda jarima belgilab berilgan. Ya'ni voyaga yetmaganlarni sodir qilayotgan huquqbuzarligi holatlari yuzasidan demak, ota-onalarning ham javobgarlik qonunida mavjud. Statistikalarga ko'ra 2024-yilning dastlabki 5 oyida 359 nafar o'quvchi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan va 65 nafar o'quvchi halok bo'lgan. 294 nafar o'quvchi esa turli darajada tan jarohati olgan.
Taqqoslash uchun 2023-yil davomida O'zbekistonda aynan avariyalar ortidan 263 nafar bola halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Davlatobod tumanidagi xususiy maktablardan birining 9-sinf o'quvchisi Gentra mashinasida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi belgiga borib urilgan. 200 ming so'mlik ijara va 3 o'lim. O'tgan 2024-yilning 2-oktyabr kuni Namangan shahrida yuz bergan mudhish avariya barchani dahshatga soldi. 5 nafar o'quvchi ijaraga olgan Gentra mashinasida yuqori tezlikda harakatlanib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketib, yuk mashinasiga urildi va 3 bola vafot etdi. Shuningdek, joriy yilning 30-yanvar kuni Oltiariq tumanida BYD va Damas avtomobillari to'qnashdi. Oqibatda ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, Damas rulidagi voyaga yetmagan 2007-yilda tug'ilgan yigit shifoxonada vafot etgan. Ko'rib turgan mana bu videoingizda yosh yigitlar mashinada tanalarini chiqargan holda qoidabuzarlik qilishmoqda. Videoda rulga o'tirgan haydovchi ham xuddi shunday harakatni takrorlagan. Jizzaxda Telegramda sotib olingan soxta haydovchilik guvohnomasi bilan mashinani boshqarib yurgan fuqaro qo'lga olindi. Bu qanday qilingan degan savol barchamizni o'ylantiradi. Hozir birgalikda ko'ramiz. Avvalo Telegram botga kiramiz va kerakli ma'lumotlarni kiritamiz. Oxirida rasm joylaymiz va qarabsizki, soxta guvohnoma tayyor. Ammo bu jinoyatning bir turi hisoblanadi va bu qoidabuzarlik e'tiborsiz qoldirilmaydi. 15 yoshimda dadamdan avtomobil haydashni o'rgatishni iltimos qildim. U esa bunga javoban, voyaga yetganingdan so'ng albatta o'rgataman deb aytdi. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, voyaga yetmagan shaxslarning avtomobil boshqarishi qat'iyan man etilgan. Lekin bugungi kunda ota-onalar farzandimning sazasi o'lmasin deya avtomobilni shunchaki topshirib qo'yishmoqda. Xo'sh, sizningcha oddiy bir temir taqa deb qimmatli umrni isrof qilish qanchalik to'g'ri? Biz bugungi so'zlarimiz bilan bolalarning shashtini o'ldirmoqchi emasmiz. Shunchaki arzimagan hoyu havas uchun umringizni xazon qilmang deymiz. Xulosa o'zingizdan.